Tesla'da, Google'da, Amazon'da yoki Uber'da ishlaydigan o'zbeklar bor. Eng qizig'i, ular O'zbekistonda o'qigan. Aniqroq aytadigan bo'lsam, Inha universiteti shunday kuchli kadrlarni yetishtirib chiqara olgan. Yaxshiroq joylashib oling, bugun Inha universiteti haqida gaplashamiz. Bu universitet aslida Janubiy Koreyadagi Inha University bilan hamkorlikda O'zbekistonda 2014-yilda tashkil etilgan. Asosiy yo'nalishlari Computer Science, IT, umuman olganda axborot texnologiya sohalari. Inha universiteti jahon reytingida 643-o'rinda turadi. Solishtirish uchun esa Toshkent davlat texnika universiteti 900-o'rinda turadi. Yomon emas, to'g'rimi? Talabalar uchun kutubxona, zamonaviy IT laboratoriyalar va sport uchun barcha shart-sharoitlar mavjud. Eng qiziq tomoni, bu yerda talabalik paytida yirik hamkor kompaniyalarda stajirovka, ya'ni internship o'tash imkoniyati bor. Chunki hozirgi davrda faqat nazariy bilim emas, balki amaliy tajriba ham juda katta rol o'ynaydi. Bu universitetda grantlar ham mavjud. Har yili imtihonlarda eng yuqori ball to'plagan 15 ta birinchi talabaga grant ajratiladi. Menimcha bu o'qishga qiziqishni oshirish uchun juda zo'r g'oya. Eng muhimi, Inha universitetini tamomlaganda sizga xalqaro diplom Janubiy Koreya davlati tomonidan beriladi. Va bu diplom bilan dunyoning boshqa davlatlariga magistraturaga bemalol kirish mumkin. Qani aytingchi, agar siz IT sohasiga qiziqsangiz, shu universitetda o'qigan bo'larmidingiz? Video universitet tanlashda qiynalayotgan do'stingizga yuborib qo'ying. Yana qaysi xalqaro universitet haqida video qilishimni kommentda yozib qoldiring.